Assalomu alaykum qadrli manga va manhva ixlosmandlari. Ko'pchilikning talab va istaklariga binoan Manga Dunyo jamoasi Reinkarnator Stream manhvasini animatsion hikoya formatida taqdim etishga qaror qildi. Video boshlanishidan avval shuni alohida ta'kidlamoqchimiz. Ushbu asar mutlaqo to'qima bo'lib, haqiqiy hayotimizdagi ijtimoiy, siyosiy yoki diniy qarashlarimizga hech qanday aloqasi yo'q. Ushbu loyihadan asosiy maqsadimiz yo'ldagi, uydagi yoki bekorchilikdagi bo'sh vaqtingizni ijtimoiy tarmoqlarda behuda sarflamay, eng sara asarlarimizdan bahramand bo'lishingizga imkon yaratishdir. Marhamat, tomoshani boshlaymiz. Hikoya O'liklar diyori deb ataluvchi minoraning 8-qavatidan boshlanadi. Bir guruh sarguzasht izlovchilar tosh ustun tomon yaqinlashib kelmoqda. Ularning yetakchisi hammaga to'xtashni buyurib, bugun 8-qavat qo'riqchisini yengish uchun yig'ilishganini aytadi. Bu odam 6-darajali jangchi, Ko'k hudud gildiyasi sardori Kazuki Kyojo edi. Uning ta'kidlashicha, bu hamkorlikdagi reyd bo'lsa-da, bo'shashishga hech kimning haqqi yo'q. Agar ular qavatni zabt etishmasa, 9-qavatga chiqish xomxayol bo'lib qoladi. Shundan so'ng guruh bo'linishni boshlaydi. Shu payt boshqa odamlar ko'rinish beradi va Kazuki ularning ayni vaqtida kelganini aytadi. Bu Ko'k ko'zlar nomli boshqa gildiya edi. Ularning sardori 1-darajali Narukami Subaru edi. Kazuki uni ko'rganidan xursand bo'lib kutib oldi. Subaru esa kechikkani uchun uzr so'raydi. Kazuki aslida u birinchi kelganini aytadi. Subaru bu safar Murim ittifoqi ham qatnashishini eshitganini aytdi. Kazukining fikricha, hujumga Subaru boshchilik qilayotgani sababli ular tayyor o'ljaga sherik bo'lmoqchi xolos. Subaru esa ularga o'lja kerak bo'lsa, olaversin deydi. So'ng u Kazukiga qizil nur taratayotgan narsa uzatadi. Bu bosh farishta ne'mati nomli afsonaviy anjom bo'lib, quvvatni darhol 50% ga tiklardi. Kazuki bundan hayron qoladi. Biroq Subaru bu reyd albatta g'alaba bilan tugashi kerakligini, bu buyum shunchaki ehtiyot shart uchunligini aytadi. Kazuki, bu narsa senga ham kerak bo'ladi deganda, Subaru jangdan so'ng uning ko'k ko'zga qaytishini kutayotganini va anjomni o'shanda qaytarib berishi mumkinligini aytadi. Kazuki bundan biroz g'amgin ko'rinadi, lekin Subaru agar u gildiyaga qaytishni istamasa, buyumni olib qolishi mumkinligini aytadi. Shu payt ularning ustiga ulkan so'ya tushib, dahshatli chinqiriq eshitiladi. Subaru uning kelganini, Kazuki esa bunchalik tez kutmaganini aytadi. Bu 8-qavat qo'riqchisi edi. Kazuki hammaga jangga tayyorlanishni buyuradi. Qo'riqchi osmonda uchib yuruvchi ulkan gidra, ya'ni ko'p boshli ajdarhoga o'xshardi. Subaru uni xunuk maxluq deb ataydi. Uning qo'lidan sarg'ish qora aura taralib, tizim oynasida tanasida yashin energiyasi oqayotgani ko'rsatiladi. Subaru bugun uni yengishini aytadi. Gidra ularga qarab, qandaydir kuchli nafas hujumiga tayyorlana boshlaydi. Kazuki hammaga yashirinishni buyuradi, ammo Subaru bunga hojat yo'qligini aytadi. Kazuki maxluq tomonga xotirjam ketayotgan Subarudan nima qilayotganini so'raydi. Hujum to'g'ri ularga kelayotgandi. Subaru qilichini sug'urib, kuchli energiya to'lqinini yo'llaydi. Zarba ajdarho nafasini 2ga bo'lib yuboradi va u guruhning yonidan zararsiz o'tib ketadi. Kazuki uning doim hammani hayratda qoldirishini aytadi. Gildiya a'zolari esa shuncha mashg'ulotlar bekor ketmaganini ta'kidlashadi. Ulardan biri Subarudan bo'yi Kazukiga nima berganini qiziqib so'raydi. U buni keyin bilib olishlarini aytib, ajdarhoni yengish va 8-qavatdan o'tishga hamma tayyormi, deya hayqirib aytadi. Ko'k ko'zlar jangga o'tirganda, Ko'k hudud gildiyasi shunchaki kuzatib turardi. Kazuki o'zini yaqin do'stdek ko'rsatish jonga tekkanidan asabiylashayotgan edi. Shu payt uning odamlaridan biri kelib, jangchilar rejaga muvofiq joylashtirganini xabar qiladi. Kazuki hammasi a'lo ekanini va o'z ishlarini boshlash vaqti kelganini aytadi. Ulardan biri tushundim deya, ikkinchisi esa omad tilab ko'zdan yo'qolishadi. Kazuki Subaruning odamlaridan biriga tikilib turardi. Jang paytida hamma o'z vazifasini bajarib, baravariga gidraning boshlari bilan olishardi. Boshlardan biri tashlanganda, bir ayol uning ustidan sakrab o'tadi. Sherigi unga ogohlantirmasdan hujum qilmaslikni uqtirib baqiradi. Ayol qurolni silkib, gidraning bir boshini uzib tashlaydi va ish juda osonligi uchun aytib o'tirish shart emasligini bildiradi. Sherigi esa uzilgan bosh qayta o'sib chiqmasligi uchun o'sha joyni muzlatib qo'yadi va bu holat asabini buzayotganini aytadi. Boshqa tomonda esa jangchilardan biri qilichini shaylab, Toshiya ismli sherigiga kim ko'proq zarar yetkazishi ustida garov bog'lashni taklif qiladi. So'ng u keskin hamla qilib, ajdarho boshlaridan birining tishlarini majaqlab tashlaydi. Toshiya garovga rozi bo'lib, yutqizgan kechki ovqat olib berishni aytadi va maxluqning bir boshini chopib tashlaydi. Endi sherigi unga aniq qarz bo'lib qoldi.
Uzilgan bosh Chino ismli sehrgar qiz tomonga uchadi. Yigit uzr so'raydi, biroq qiz xavotirlanmay hujumni davom ettirishni tayinlab, o'zini himoya to'sig'i bilan to'sadi. Shu payt uning ortida Kazuki paydo bo'lib, "Buni ham to'sa olasanmi?" deb so'raydi. Qiz nima bo'layotganini anglashga ulgurmay, ko'kragida qattiq og'riq sezadi. Og'zidan qon kelib, yerga qulaganda endi kech bo'lgandi. Kazuki ularning o'ta manmanligi eng katta xatosi ekanligini aytadi. Chino Subaruni chaqiradi. Subaru o'girilganda qizning yerga yiqilayotganini va uning tepasida jilmayib turgan Kazukini ko'radi. Subaruning ko'zlari g'azabga to'ladi. Kazuki unga chalg'ish vaqti emasligini aytadi, chunki ayni shu payt Gidra ham hujumga o'tgan edi. Voqealar tarixiga nazar solsangiz, odamlar Minora tomonidan tanlanib, yuqoriga ko'tarilishga va qachondir keladigan kunga tayyorlanishga majbur edilar. Bu har bir o'yinchi ko'radigan ilk xabar edi. Buni kim va nima maqsadda qoldirgani hanuzgacha sir bo'lgani uchun, bu sinovmi yoki ne'matmi, hech kim bilmaydi. Ularning yagona chorasi qat'iy buyruqqa bo'ysunib, hali hech kim yetib bormagan cho'qqi sari intilishdir. Yer, Murim, Runeterra, Elfid, Lukan kabi ko'plab turli o'lchamlardan kelgan odamlar Minorani to'liq zabt etishdek o'z missiyasi yo'lida olg'a intilmoqda edilar. 8-qavatga qaytsak, Gidra nihoyat o'lgan. Uning majag'langan jasadi va halok bo'lgan jangchilar yerda yotibdi. Subaruning odamlari ham qurbon bo'lgandi. Niqobi singan Subaru og'ir hansirardi. U qochishni buyurganini, ammo bu ahmoqlar quloq solmaganini aytadi. Hamma yengish imkonsiz degan maxluqni ular uddalashgandi, biroq u hech kimga o'lishni buyurmagandi va o'z do'stlarini iztirob bilan tentaklar deb ataydi. Tizim oynasi uning zaharlangani, kuchini tabiiy tiklay olmasligi va charchog'i o'ta yuqorligini ko'rsatadi. Qoidalarga ko'ra, charchoq 100 ga yetsa, inson halok bo'ladi. Subaru agar tirik qaytsa, odamlar buni yashin ustasidan shundoq ham kutgan edik deyishlarini hazm qiladi. Kazuki unga yaqinlashganda, Subaru nima uchun bunday xiyonat qilganini so'rab, aniq javob berishni talab qiladi. Kazuki bu kunni 10 yil kutganini va boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Agar u tuzoq qo'ymaganda, uning qadrli ko'k ko'z jamoasi xalaqit bergan bo'lardi. Subaruning unga qilgan yaxshiliklari Kazukini aslida qanchalik azoblaganini u xayoliga ham keltirmasdi. Shu sabab u Subarudan ko'ra dunyoni tanlaganini aytadi. Kazuki bosh farishta ne'matini havoga otib, uni qaytarish shart emasligini, baribir gildiyasi u bilan birga yo'q bo'lib ketishini aytadi. So'ngra u o'lsa ham qahramon bo'lib qolishini aytib, masxara qiladi. Subaru uning oxirgacha faqat o'zi xohlagan narsani valaqlashini aytib, garchi o'zini qutqara olmasa ham, sekin yerdan qaddini rostlay boshlaydi. Lekin bu uning jim taslim bo'lishini anglatmasdi. U xaltasidan bir qurolni oladi. Buni ko'rgan Kazuki asabiylashib terlab ketadi va buning iloji yo'qligini baqirib aytadi. Bu Elus deb nomlangan afsonaviy qurol bo'lib, agar sizlarga ushbu manga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Ha, aytgancha, ushbu manganing yana ham ko'proq qismlarini ko'rishni istasangiz, Telegramdagi VIP kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki Telegram orqali Manga Dunyo adminga yozing. Nishonni uchirib yuboruvchi bo'ron hosil qilardi. Kazuki qurolda quvvat qolgan-qolmaganini so'raganda, Subaru buni uning o'zi ko'rishini aytadi. Aslida qurolda 4 ta quvvat qolgandi. Subaruning 4 nafar jamoa a'zosi o'lim yoqasida, arang tirik yotardi. Subaru ularni qutqarib qolish hamma narsaga arziydi deya, qurolni ular tomonga qaratadi va to'rtovini ham havoga uchirib, xavfsiz joyga uloqtiradi. Buni tushunib qolgan Kazuki odamlariga ularni qochirmaslikni va ta'qib qilishni buyuradi. Barcha quvvatini sarflab bo'lgan Subaru qurolni yerga tashlaydi va qurol yo'q bo'lib keta boshlaydi. Subaru jilmayib, hech kim hech qayerga ketmasligini va hammasi shu yerda qolishini aytadi. Tizim oynasi uning charchog'i 95 ga yetgani va qobiliyat muddati cheklangani haqida ogohlantiradi. U chaqmoq hukmdorning tushishi nomli mahoratini ishlatadi. U turgan joyga chaqmoq urib, ulkan zarba to'lqinini hosil qiladi. Kazuki uning naqadar qaysar ekanini aytadi. Subaru o'ziga sanchilgan nayzani sug'urib oladi. Charchog'i esa 96 ga ko'tariladi. U nayzani siltab, ularga munosib vidolashuv hadya eta olmasligini, lekin buni hayoti bilan to'lashga tayyor turishlarini aytadi. Endi uning ruxsatisiz hech kim bu yerni tark eta olmaydi. Boshqa sarguzasht izlovchilar Subaruni yo'q qilish kerakligini anglab, yo hayot, yo mamot deya unga tashlanishadi. Subaru birgina zarba bilan birinchi raqibini yo'q qiladi. U mayda-chuyda jangchilar uni o'ldira olmasligini, asl muammo Kazuki harakatga tushishida ekanini tushunardi.
Kazuki hujum qilish uchun yetarli masofada edi. Biroq Subaruning charchog'i 97 ga yetgan. U ortiq vaqt cho'za olmasdi. Shu payt sarguzashtchilardan biri uning ortidan kelib, orqasiga qattiq zarba beradi. Charchoq 98 ga ko'tariladi. Subaru tishini tishiga qo'yib turganda, boshqasi ro'paradan kelib uning ko'kragiga tig' sanchadi. Keyin esa hamma yopirilib kelib, qurollarni unga sanchishadi. Subaru qo'lidagi nayzani tushirib yuborganida, raqiblardan biri aqldan ozgandek kulib, Subaruni o'ldirganini aytib baqiradi. Subaru unga qarab, "Hammasi tugadi deb o'ylayapsanmi?" deya so'raydi. So'ngra o'zidan kuchli elektr quvvati taratib, atrofidagi barcha dushmanlarni bir zumda kulga aylantiradi. Ular yerga qulashganda Subaru ko'kragida yiqilishni sug'urib olib, tiz cho'kadi. Sarguzashtchilar uni haqiqiy maxluq deb atab, nihoyat yiqilganiga ishonishmasdi. Kazuki uning davri bunchalik oson tugayotganidan hayratda edi. Subaruning charchog'i 99 ga yetadi va tizim uning o'lim yoqasida ekanidan ogohlantiradi. Subaru Kazukiga oxir oqibat doim o'zi g'alaba qozonishni hammadan ko'ra u yaxshiroq bilishini aytadi. U bor kuchi bilan baqirib, nayzasini Kazuki tomonga uloqtiradi. Kazuki qo'lidagi bosh farishta ne'matiga qarab, uni Subaruga bermaganida hammasi boshqacha bo'lishini o'ylaydi. Biroq u boshini ko'targanda, to'g'ri yuziga uchib kelayotgan chaqmoqli nayzani ko'radi va bunga ishona olmay qoladi. Subaru esa "Bu biroz ayanchli bo'ldi" deb jon taslim qila boshlaydi. Holatni achinarli deb turganda, boshi qattiq og'riy boshlaydi. Unga yangi xotiralar qo'yilib kelardi. Odamlar bu yigitni doim 20 yil oldin yashagan Subaru Narukami bilan solishtirishgan ekan. U hayratga tushib, uning o'limidan so'ng rostdan ham 20 yil o'tdimikin deb o'ylanib qoladi. U axlat qutisidan amallab chiqib yerga yiqiladi. Shu payt yonida o'yinchi qurilmasini ko'rib qoladi. Undan foydalanib, vaziyatni tushunish niyatida Ko'k ko'z gildiyasi haqida ma'lumot qidiradi. Tarmoqda odamlar Kazukining Ko'k hudud gildiyasini maqtab, Ko'k ko'z vorislarini juda zaif deyishardi. Kazuki esa o'zini Subaruning irodasini davom ettiruvchidek ko'rsatib, uning qahramonona o'limini aslo unutmasligini ta'kidlagandi. Subaru bunga ishonmaydi. U ekranda niqob ortida jilmayib turardi. Subaru ularning aslida dushman emas, o'ta yaqin do'st bo'lishganini eslaydi. Hammasi Kazukining gildiyani tark etish qaroridan boshlangandi. O'shanda Subaru buning sababini so'raganda, Kazuki buni boshqalarga aytib qo'yishni so'raydi. U vaqti kelib sababini tushunishini, yo'llar ayro tushsa ham, u doim Subaruning soyasi bo'lib qolishini aytgandi. Bir necha yil o'tib, Kazuki yana paydo bo'lgandi. Bu safar u doim hazillashib yurishadigan nomni tanlab, Ko'k ko'z gildiyasini tuzgandi. Bu aynan u aytgan soya edi. Eng qizig'i, ular hamon 9-qavatda edilar. Demak, 20 yil ichida ular deyarli hech narsa qilishmagan. Subaru o'ziga atalgan maxsus xotira zali borligini eshitib hayratlanadi va to'g'ri o'sha yerga boradi. U ko'zlariga ishonmasdi. Bino u tasavvur qilganidan ham muhtasham edi. Ichkarida uning niqobi saqlanayotgan va jang qilgan lavhalari tinmay ko'rsatilardi. Uni bunday mangu urug'lashdan kimga nima foyda ekanligi va buni kim, nima maqsadda qurgani uni qattiq o'ylantiradi. Shu payt ekrandan Kazukining ovozi yangraydi. Ovoz Subaru hammaga yo'lboshchi bo'lganini, u minorada eng uzoqqa borgan qahramon ekanligini va uning xotirasini mangu saqlab qolishlari kerakligini aytayotgandi. Kazuki bu xotira zalini o'z safdoshlari bilan uning sharafiga qurganini ta'kidlaydi. Ekranda Kazukining gologrammasi paydo bo'lib, Subaru va Ko'k ko'z yo'q bo'lsa-da, ularning oliyjanob ruhini faqat Ko'k hudud davom ettirayotganini aytadi. Buni eshitgan Subaruning yuzi g'azabga to'ladi. Subaru buni g'irt safsata deb atab g'azablanadi. Biroq endi u Kazukining umidlarini oqlashga, ya'ni bu soxta tarixni tubdan o'zgartirib, butun dunyoga uning aslida pastkash xoin ekanini isbotlashga qat'iy qaror qiladi. Subaru bu ikkinchi imkoniyatni aslo boy bermasligini o'ylab turganida, kimgadir urilib ketadi. Qarasa yerda bir bolakay yotibdi. U bolani yerdan ko'tarib ahvolini so'raydi, lekin bolaning yuzida o'zining niqobi borligini ko'rib hayratda qoladi. Bolaning ota-onasi ham xavotirlanib yugurib keladi. Subaru ularga shunchaki tasodifan to'qnashib ketishganini aytadi. Biroq ota-onaning ham yuzida aynan uning niqobi taqilgan edi. U ko'zlariga ishonmay ularni ishqalab ko'radi. Chunki atrofidagi hamma aynan uning niqobini taqib olgandi. U bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi deb hayratlanadi. Kazukining "O'lsang ham qahramon bo'lib qolasan" degan gapi yodiga tushib, u rostdan ham shu narsani nazarda tutganmikin deb o'ylanib qoladi. Kazukining bu qilmishlari unga juda g'alati tuyulardi. Xotira zali bo'ylab yurib, odamlar aynan unga atalgan qabr yodvorligi oldida duo qilishayotganini ko'radi. Subaru buni Kazukining gildiya shuhratini o'zlashtirish uchun o'ylab topgan navbatdagi hiylasi deb o'ylayotganda,
Qabrni bezab turgan gullar orasida nimanidir porlayotganini payqab qoladi. Uning ko'zlarida birdan umid uchqunlari chaqnaydi. Odamlarning yo'lga qarab yurishni aytib qo'yishlariga qaramay, u olomon orasidan yorib o'tadi. Qabr oldida tiz cho'kib, porlayotgan narsani gullar orasidan sug'urib oladi va "Bu Shigure Asagirga tegishlimi?" deya so'raydi. Bino tashqarisida kimdir vaziyatni yuqoridan kuzatib, bu yilgi marosim ham muammosiz o'tganini aytadi. Yonidagi ayol uni o'ta xotirjamlikda ayblab, sal kechikishganda ko'k hududdagilarning ayni ustidan chiqishlari mumkinligini ta'kidlaydi. Shuningdek, u xotira marosimi uchun har yili shunchaki gul tashlab ketish yetarlimikin deb ikkilanadi. Keksaroq bo'lgan bu erkak ehtiyotkorlik xalaqit bermasligini aytadi. U o'zining soxta qiyofasini bekor qilib, Subaru u qoldirgan gullarni payqab qolishiga umid qilayotganini bildiradi. Ayol hayron bo'lib, uning tirikligiga rostdan ham ishonasanmi deb so'raydi. Erkak esa uning o'limini o'z ko'zi bilan ko'rmaganini aytadi. Ayolning fikricha, ular Subaru'ni topishlaridan ko'ra, Kazuki ularni tezroq topib oladi. Qolaversa, Subaru tirik bo'lganida 20 yil davomida bu kabi iflosliklarga jim qarab turmasdi. Bunga javoban erkak shunchaki jilmayib qo'yadi. Shu kuni kechroq esa asabiylashib sovuq ter bosgan Subaru'ni ko'ramiz. U gulni mahkam qisib, Shigureni chaqiradi. Xotirasidagi uyga qaytar ekan, bu yigitning o'ta qashshoq yashaganini tushunadi. U o'z gildiyasini tarmoqdan yana qidirib ko'radi, ammo hech qanday natija chiqmaydi. Biroq u Shigurening tirikligiga to'la ishonardi. Boyagi odam rostdan ham Shigure edimi yo'qmi, bunisi noma'lum. Subaru ularning naq 20 yil yashirinib yurganini anglaydi. Chunki Shigure haqiqatni bilganda buni shunchaki jim qoldirmasdi. U o'shanda uchib ketgan 4 kishidan faqatgina Shigure omon qolganmikin deb o'ylanadi. Lekin Kazuki hayot va kuch-qudratga to'lib turgan bir paytda, hozirgi ojiz holatida ular bilan bog'lanish o'zini o'limga tikish bilan teng edi. Ochiqcha harakat qilish uni dushman nishoniga aylantirishi tayin. Shu sababli u birinchi navbatda o'z kuchini qayta tiklashga e'tibor qaratishi zarur. Shundan so'ng u ushbu yangi tananing xotiralariga sho'ng'iydi. 2 kundan so'ng o'yinchi bo'lish sinovi boshlanadi. U shunchaki omon qolsa bas. Tirik bo'lsa, qachondir ular albatta yana uchrashadi. 2 kun o'tib, u imtihon zaliga boradi. U yerda bir kishi 2 ta goblinni arang o'ldirib, o'z sinovini endigina tugatgandi. Imtihon nazoratchisi Huger qoniqmagan qiyofada yigitga sinovdan zo'rg'a o'tganini aytib, keyingi bosqichni ham sinab ko'rishni taklif qiladi. Yigit tushunmay turganda, tizim oynasida bosqich qancha yuqori bo'lsa, mukofot shuncha ko'p bo'lishi haqida xabar chiqadi. Biroq yigit birato'la 3 tasiga qarshi jang qila olmasligini aytib, keskin rad etadi. Huger boshni og'ritmasdan baqirishni bas qilishni tayinlaydi. Yigit baribir sinovdan o'tdimmi so'raydi. Huger uni jo'natar ekan, uning sinovi shu yerda tugaganini, agar sizlarga ushbu manga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Ha, aytgancha, ushbu manganing yana ham ko'proq qismlarini ko'rishni istasangiz, Telegramdagi VIP kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki Telegram orqali Manga Dunyo adminga yozing. Lekin bunday qo'rqoqning o'tgani achinarli ekanini aytadi. Bugun nazoratchini qiziqtira olgan yagona nomzod Reinhardtning o'g'li Isak bo'ldi. Faqat u 20-bosqichgacha yetib bordi. Qolgan qatnashchilarning birortasidan esa umid yo'q edi. Sinov darajasi va yangi kelganlarning sifati o'ta tushib ketgandi. Keyin u navbatdagi ishtirokchi Subaru ismini ko'rib qoladi. U bu nomning mas'uliyati og'irligini, ammo buni isbotlash uchun avval sinovdan o'tish kerakligini aytadi. Hugar 2 ta goblinni chaqirib, undan jangga tayyormisan deb so'raydi. U gapini tugatmasdanoq Subaru chaqmoqdek o'tilib, ikkala goblinning ham boshini uzib tashlaydi. Tezlikni payqamay qolgan Hugar hayratda qotib, o'giriladi va yerga dumalab tushgan boshlarni ko'radi. Subaru so'nggi 2 kunni yangi tanasining imkoniyatlarini sinashga sarflab, juda to'g'ri qilganini o'ylaydi. Sababi u uyg'ongan bu tana favqulodda kuchli va noyob qobiliyatga ega edi. Tizim oynasi davom etishni so'raganda, u so'zsiz rozi bo'ladi. Hugar butunlay gangirab qolgandi. Yana bir bosh uning oyog'i ostiga yumalab keladi. Subaru allaqachon sanoqsiz goblinlarni qirib tashlagandi. Hugar hayratda edi, chunki yigit qilichni ko'r-ko'rona sermas, dushmanning keyingi 3 ta harakatini oldindan ko'rib, ularni xotirjamlik bilan mahv etardi. U shunchaki zo'r qilichboz emasdi. Hugarning o'zi ham bunday silliq harakatlarni eplay olmasdi. Eng qizig'i, bu uslub 20 yil oldingi Subaru Narukaminikiga juda o'xshab ketardi. Subaru navbatdagi goblinning ko'kragidan qilichini sug'urib, uni yer tishlatadi.
U 49-bosqichni ham yakunlagandi va tizim endi yakuniy raqibga qarshi kurashishni taklif qiladi. U o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lib rozi bo'ladi. Shu payt yer qattiq gumburlab yoriladi-da, yoriq ichidan bir qo'l cho'zilib chiqadi. Hugar unga Narukami emasligini va joni kerak bo'lsa darhol to'xtashni uqtiradi. Shu payt yerdan bahaybat maxluq, goblinlar qiroli chiqib keladi. Subaru shuncha uzoqqa yetib kelgani uchun maxluq qattiq g'azabda edi. Hugar bu o'z joniga qasd qilishga tengligini aytib, uni taslim bo'lishga chaqiradi. Yigit qanchalik mohir bo'lmasin, ularning kuch ko'rsatkichlari o'rtasidagi ulkan farqni yopib bo'lmasdi. Subaru hozirgi kuchi bilan unga jiddiy shikast yetkaza olmasligini yaxshi bilardi. Shunga qaramay to'xtashni istamay, qilichini yerga tashlaydi. Hugar qandaydir baloni boshidanoq sezgan bo'lsa-da, yigitning bu qilmishidan uning aqldan o'zganiga shubha qilmay qoladi. Goblinlar qiroli bostirib kelganda, uning soniga bitta igna sanchiladi. Maxluq nima bo'lganini tushunmay, hayron bo'lib pastga qaraydi. Maxluq nima bo'layotganini tushunmay, Subaruga xavotir bilan qarab turardi. Subaru esa bu payt goblin to'qmog'iga sanchilgan ignalarni sug'urib olayotgandi. U unga qarab, "Hayron bo'layotganingni bilaman. Kel, garov o'ynaymiz. Sen meni birinchi yengasanmi yoki men seni tipratikanga aylantiramanmi?" deydi. So'ng 3 ta ignani uloqtiradi, ulardan ikkitasi maxluqning ko'zlariga qadaladi. Goblin ko'zlarini ushlagancha orqaga gandiraklab ketadi. Subaru unga yaqinlashadi, biroq buni oldindan sezgan qirol boltasini yigit bo'yagina turgan joyga bor kuchi bilan uradi. Subaru chaqqonlik bilan hujumdan qochib, keyingi nishonni izlaydi. Shu o'rinda uning xotiralari jonlanib, nishonga xanjar otishni mashq qilgan payti yodiga tushadi. O'shanda Rina ismli jamoadoshi unga bunday qilinmasligini aytgandi. Rinaning o'rgatishicha, agar og'irlik markazini va bilakni qanday qilib to'g'ri silkitishni bilsangiz, har qanday narsani uloqtirish mumkin edi. Buni isbotlash uchun u mitti ignani otib, nishonni parchalab tashlagani yodiga tushadi. Hozirgi vaqtga qaytsak, tomog'iga va butun tanasiga igna qadalgan goblinlar qiroli og'zidan qon tiflardi. Subaru zarba kuchi aylanish tezligiga, aniqlik esa ikkilanishning yo'qligiga bog'liqligini aytadi. Bularning barini unga Rina o'rgatgandi. Bularni kuzatib turgan Hugar esankirab qolgandi. Jasadlar sinov tugamaguncha yo'qolmasligidan foydalanib, Subaruning zaharli goblin ignalarini qurolga aylantirgani aqlli ish edi. Uning nafaqat qilichbozlik, balki uloqtirish mahorati ham o'ta mukammal edi. Uni quruq daho deb atash ham uni ta'riflashga ojizlik qilardi. Goblinlar qiroli chayqalib yerga yiqiladi. Subaru qilichini qo'liga olib, maxluqqa nisbatan hech qanday xusumati yo'qligini aytadi va uning jonini uzadi. Tizim oynasi g'alabani tasdiqlab,